o'zgacha dizaynga ega bo'lgan 60 modelimizdan hozir qisqacha obzor qilib beramiz. Mana buni podsvetkalari bor, kech payt ham yonib turadi. Undan tashqari ekrani tsvetnoy bo'ladi. Hozir buni pul sanashlarini bitta tekshirib ko'ramiz. Pul sanashlari juda ham idealni. Undan tashqari bular har bitta pulni necha pulligini общий hisobini chiqartirsa bo'ladi. Uning uchun faqat bir xil pul tashalishi kerak. Bu pulni ustiga qo'shib sanasa ham bo'ladi. Uning uchun edit knopkasini bosib qo'yamiz. Mana yana bir marta tashlaymiz. Mana 1 millionligini ko'rsatdi. Endi buni yana valyutani belgilaymiz. Mana 2000 so'mlikni belgilab oldik. Endi 2000 so'mlikni tashlaymiz. Mana 1 million 200 ming so'mligini ko'rsatyapti.